maydonga tushganlar bilan tanishib olishingiz mumkin. 4 ta himoyachi 4-3-2-1 taktik sxemadan foydalanadi. Sarflab o'sha vaqt kelganda kuch tejab o'ynayotgan jamoalar toifasiga kiradi. Markaziy uchrashuv bo'ladi. OKMK Neftchi bahsi muxlislarni kutyapti. Peshqadam Nasaf va OKMK 22 tadan ochko bor. Nasaf to'plar nisbatiga ko'ra birinchi, OKMK ikkinchi. Hozir esa hujumda va tezkor gol. 7-daqiqada Xorazm futbolchilari raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi. Bu yerda oxirigacha kurashgan jamoa gol urib ketyapti. Shahram Samiyev raqib darvozasini ishg'ol etdi. Tojikistonlik futbolchi jarima maydonchasida o'zini juda ham erkin his etdi va birinchi urinishning o'zida to'pni darvozaga joyladi. Oyoqlar bilan mana bu tarzda qaytardi, yerga sapchib to'p Samiyevga juda ham qulay tarzda kelib tushdi. Sunnatulla Abdullajonov yo'l-yo'lakay mana bu yerda yo'l ochib beryapti, harakat qildi, himoyachi bilan kurashdi. Norbekov qo'shni mamlakat chempionatida o'ynaganda ortga qaytdi. Mash'al taklifini qabul qildi. Olisdan zarba. Olisdan zarba Nonov ketdi. Mash'al futbolchilari hujumga qarab borishyapti. Murtazoyev darvozabon bilan deyarli birga bir vaziyatga chiqib boryapti, lekin shoshilinch zarba berdi. Ochkolarni o'rnini qoplashga harakat qiladi. Andijon hali kuchli bo'lib qaytsa kerak. Chunki u yerda talab ham kuchli, sharoit ham zo'r va jamoa baribir yuqoriga intiladi. Hozir esa Xorazmdan ajoyib hujum, to'p jarima maydonchasida zarba, gol! 2-0. Xorazm bugun ajoyib kayfiyatda o'ynayapti. Ularning ishtahasi yomon emas. Hujumni ko'ramiz. Mana bu tarzda tezligidan namoyish etildi. Mana qarang, pas. Yugurayotgan o'yinchiga pas, bu juda chiroyli hujum. Bu Yakuna Majoyev, Hazratjon Tursunqulov qanday to'pni qabul qilib olyapti va to'xtatmasdan tepib darvozaga joylayapti. 2-0. Bu chiroyli hujumdan keyin comeback qila oladimi? Mashal ko'ramiz. Yuqoridan to'p boshirildi. Mana imkoniyat va mana golmi yo'q, to'singa to'p tegib qaytyapti. Mana ofsayd yo'q edi. Murtazoyev to'sinni poyladi. Omad kulmadi. Juda ajoyib vaziyat edi. Yomon o'ynamadi, hammasini to'g'ri bajardi. Mana futbolchi sifatida yorqin o'yinchilarni, kuchli o'yinchilarni, yana sodda aytganda, ko'p bo'lishi natijaga ta'sir qiladi va mana bu zarba Murtazoyevning kuchli zarbasi yaxshi harakat qildi. Mashhurjon Muhammadjonov, Ismoilov ortga, Barratov darvozaga. Hammani ichkariga chaqirdi, yuqoridan to'pni ko'tardi, havoda kurash bo'ldi. Hujum davom etdi, zarba yo'llandi, himoyachi qaytardi. Yana zarba bo'ladimi? Yo'q, hozircha nisbatan baribir Xorazm tarkibi kuchliroq ekan. Birinchi taym tugadi do'stlar. Birinchi taymdan keyin Xorazm 2-0 hisobida g'alaba qozonmoqda. Aniq zarbalar bo'yicha ham tezlik oldi. Eminov bu qarshi hujumga aylangan vaziyat va Sunnatulla Abdullajonovdan pas birga bir vaziyat, zarba 3-0, lekin ofsayd. O'yindan tashqari holat deb baholanyapti. Eminovning goli. Vardagilar bilan suhbatlashib oladi. Mana. O'yindan tashqari holatda qolib ketgan ekan Eminov. Narigi o'yinchi ofsayd dedi, u xalaqit bermadi. Agar Eminovning o'zi ofsaydda bo'lmaganda gol toza bo'lardi. Yaxshi hujumchi. Ularning xoni bari Murtazoyevni almashtiradi, tajribasi katta Murtazoyevni o'zgarish ehtimoli kamroq. Abdullajonov qanotda zo'r o'tib ketdi. Pas bilan o'tib ketdi. O'zi to'pni qabul qildi. Yana bordi, kirdi, zarba berdi, gol urdi va hisobni 3-0 ga yetkazyapti Sunnatulla Abdullajonov. Bu yerda o'zi hal qildi ko'p narsani jarima maydonchasi ichida. Sunnatulla Abdullajonov juda ham ajoyib o'ynadi. Mana bu vaziyatda aldab o'tyapti, ketma-ket o'yinchilarni va zarba beryapti. Yerlatib darvoza tomon zarba berdi. Bu ikkinchi yurishida aldab kirishni.
va darvozabon Umidjon Hamroyev ham tashlangani bilan to'pni to'xtatib qola olmadi. 3-0 Xorazm g'alabani mustahkamladi. Murabbiylarni ham ko'rsatmay qo'yishdi hamkasblarim, agar men eshitayotgan bo'lsa so'rab qolardim. Murabbiylarning ko'rsatishlarini. Shahram Samiyev ofsayd yo'q ekan kirib bordi. Aldab o'tyapti. Aldashda davom etyapti. Darvozabon to'pni qaytarmoqda. Ofsayd bor ekan. Bu yerda men bahslashardim, ofsayd bormi yo'qmi. Bu kadrda ochib berish qiyin bo'ldi. Qaytargan ekan, juda bahsli holat shu o'rtanda, Samarqand Dinamada. Paxtakorda eng ko'p o'yin o'tkazgan. Mana bu zarba yo'llandi. To'p qo'lga tegdimi yo'qmi degan savolga javob qidirilyapti. To'pni Xorazmda saqlab qoldi. Samiyev. Zarba! Davom etyapti Mash'alning hujumi. Tezlik olyapti jamoa. Yana bir imkoniyat va bunisida yomon tepmadi Dilshod. Solishtirganda shunday. Ketdi. Eminov pas berdi Fransis Narxga, u to'xtatdi to'pni, qarshisida bitta o'yinchi pas berdi, qizg'anmadi. To'pni qaytardi darvozabon. Bu o'yinda ham gol uryapti. To'prar bo'ladi bu yigit. Bu yil mana shu muxlislar e'tiroz bo'ladi va shunday gap so'zlar eshitiladi. Aslida menimcha o'yin taqdiri hal bo'lgan uchrashuvlarga vaqt ham qo'shilsa so'ralmasa kerak hakamlardan. Bu yerda esa hisob 4-0 mi yo'q. Birga bir qizg'an. Bobojonov qizg'an. Yana bir marta ko'ramiz. Yorib kirdi u, lekin zo'r darvozabonni ustidan oshirib tashlashga ulgurdi. Surxon Sug'diyonadan 2-1 hisobda ustun keldi. Buxoro Dinamo o'yinida 2-2 durang natija qayd etildi. Qo'qon 1912 Nasafga 0-2 hisobda boy berdi. Sho'rtan Andijonni 1-0 hisobda mag'lub etdi. Yana bir zarbani darvozabon Hamroyev qaytardi. Nasaf va OKMga 22 tadan ochko to'plagan. Boya darvozabon qaytarmagan, darvoza ustuni qaytargan. Eminov gol urishi mumkin edi. Juda yaqin edi. Zarba ham kuchli bo'ldi. Darvozabon tashlandi ulgur. Plus 7-daqiqa zarba xavfli noaniqroq, ozgina. Yaxshi zarba yo'llandi. Sal noaniq ketdi. Mana hujum Norbekov. Mana imkoniyat, mana zarba. Xavfli noaniqroq. Darvozabon shoshilmayapti bu darvozabon. Mashhurjon Muhammadjonov mana bu yerda to'pni oldinga tepishdi. Xorazm vakillari uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Xorazm Mash'aldan 3-0 hisobida ustun keldi.